2026 Chevrolet Aveo yangi dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etilgan zamonaviy hatchbek bo'lib, shahar ichida va uzun masofalarga qulaylik yaratadi. Uning tashqi ko'rinishi jozibali va aerodinamik chiziqlar bilan boyitilgan bo'lib, har qanday burchakdan ko'rganingizda zamonaviy va sportiv uslubni his qilasiz. Old panjarasi va LED bosh chiroqlari avtomobilga yanada ishonchli va yuqori darajadagi tashqi ko'rinish beradi. Chevrolet Aveo 2026 yil modeli bir nechta rang variantlari bilan taklif qilinadi. Bu esa xaridorlarga o'z uslubiga mos rang tanlash imkoniyatini beradi. Ichki makon o'zining kengligi va ergonomik joylashuvi bilan ajralib turadi. Old va orqa o'rindiqlar yetarlicha joy taklif qiladi. Uzun sayohatlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Salon materiali sifatli va bardoshli bo'lib, uzoq muddat foydalanishda ham o'z ko'rinishini saqlaydi. Ko'pgina yangi texnologik yechimlar, jumladan sensorli infotainment tizimi, Bluetooth va smartfon integratsiyasi, haydovchi va yo'lovchilarga oson va qulay interfeys taklif qiladi. Klimat nazorati tizimi avtomobil ichida doimiy qulay haroratni saqlashga yordam beradi. Shuningdek, yuqori sifatli audio tizimi sayohat davomida musiqa tinglashni yoqimli qiladi. Chevrolet Aveo 2026 kuchli va samarali dvigatel variantlariga ega bo'lib, shahar sharoitida ham, uzoq yo'l bosishda ham yoqilg'i sarfini optimallashtiradi. Yonilg'i samaradorligi va ekologik ko'rsatkichlari ham e'tiborga loyiq bo'lib, bu avtomobilni iqtisodiy va mas'uliyatli tanlovga aylantiradi. Xavfsizlik jihatdan Chevrolet Aveo ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Avtomobil apps, traction control, lane departure warning va bir nechta havo yostiqlari bilan jihozlangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Park sensori va orqa kamera kichik joylarda to'xtashni osonlashtiradi. Shuningdek, shahar ichida manevrlarni xavfsiz qiladi. Avtomobilning haydovchi yordam tizimlari uzoq safarlar va shahar ichidagi transport tirbandliklar